Assalomu alaykum. Ushbu videoda biz mantiqiy amallarning amaliyotda qo'llanilishini ko'rib chiqamiz. Birinchi kerak bo'ladigan albatta DC source, ya'ni o'zgarmas tok manbai, ground ham kerak bo'ladi albatta va rezistorlar. Birinchi qiladigan mantiqiy amalimiz albatta OR gate, ya'ni yoki amalidan boshlayveramiz. Buning uchun bitta rezistor kerak bo'ladi, shuni o'zi yetadi. Va NPN tranzistori, uni amaliy ko'rish uchun bitta LED ulaymiz. Xo'p, bizga switchlar kerak. Push button, ya'ni buttonlardan foydalanamiz. Birinchi olib kelamiz. Xo'p, tranzistorga base, ya'ni signal qismiga rezistorni ulaymiz. Aynan o'sha signalni biz switch orqali boshqaramiz, ya'ni buttonlar, uzib ulagichlar. Keyingisi bizda albatta LED, ya'ni light emitting diodes. Xo'p, bizga musbat, ya'ni plus qismi kerak bo'ladi. Bu yoqqa ulaymiz. Va endi qaraymiz tranzistorga. Pastdagi mana bu strelkasi qayerga qaragan bo'lsa, current, ya'ni tok oqimi o'sha tomonga qarab yo'naladi. Demakki, mana bu dioddan kelayotgan tok tranzistorga musbat tok keladi. Shuni bilishimiz mumkin. Demak, mana buni bu yoqqa ulaymiz. Va bizda to'g'ridan to'g'ri ulanadiganlar mana bu base qismi rezistor bilan hamda manfiy qismi bo'lyapti. Nimaga diodni tepaga qo'ydik, pastga emas? Chunki bizga base qismi, ya'ni signal keladigan qismiga qarama-qarshi qismi ochiq bo'lishi kerak. Ya'ni tokni yo'nalishiga ochiq bo'lishi kerak. Shunda biz bu yerdan hozir buni bitta nuqta ajratib olib sistemaga qo'shib qo'yamiz. Ya'ni bu yer 0. 0 doim minusda bo'ladi. Ya'ni bu yerdan tok berganimizda, ushbu switchdan tok berganimizda, mana bu qism polностью, uzr, ruscha gapirganim uchun, to'laqonli sistemani hosil qiladi. Endi buni ulaymiz. Yonyapti. Ya'ni yo'q, bu OR gate emas, buni buffer deb atasa bo'ladi. Uzr, boyagi xatolik uchun. OR gate'da qanaqa bo'ladi? Ya'ni yoki mantiqiy amalida tranzistorlar ikkita bo'ladi. Xo'p, uni ham ko'rib chiqamiz, qo'shamiz bunga. Xuddi shunday NPN tranzistori, bitta rezistor hamda bitta pushdan foydalanamiz. Yo'q, bu safar pushdan emas, push buttonlardan emas, switchlardan foydalanamiz. Buni ham o'chirib yuboramiz. Bizga switchlardan ikkita kerak. Chunki biz ikkitani birdaniga bosa olmaymiz. Qayerga ketdi? Olmadik shekilli. Oldik endi. Xo'p. Buni bu yerga qo'yamiz. Bosamiz alohida. Hamda tranzistorni bu yoqqa olib kelib olamiz. Diodni olamiz. Ikkalasining o'rtasiga qo'yamiz. Yoki shunisi bilan, yoki amali shunisi bilan aniqki,
yo bu tranzistordan, yo bu tranzistordan oqim o'tgan paytda ledimiz yonadi. Ikkalasini ham ulab qo'yamiz. Buni 0 ga ulaymiz. Endi buni bu tarafdan ulaymiz. Xo'p. Buni esa ochiq holatda bu yoqqa ulaymiz va bunga yuqori kuchlanishni beramiz. Mana ushbu sistemamiz OR gate, ya'ni yoki mantiqiy amaliga misol bo'la oladi. Birortasini yoqsak, ulasak, ledimiz yonyapti. Buni ham ulasak, xo'p, bizda nima deyapti? Components are burned out. Demak, bizda tok oqimi juda katta bo'lib ketgan. Uni qanday kamaytiramiz? Bu albatta nazariy to'g'ri bo'lib ketgan bo'lsa-da, amaliyotda biz ikkalasini ham ulagan paytimizda mana bu yerdagi tok kuchi ikkilanadi, ya'ni 2 barobarga oshadi. Demak, biz bu yerga rezistor qo'yishimiz kerak. Rezistor. Xo'p, chalkashlik. Rezistorni biz ledlarga odatiy qo'yiladigan qarshilikda, ya'ni 220 ohmda 220 ohmdan 390 ohmgacha qo'yamiz. Buni va buni uzamiz. Xo'p, repairni bosamiz, ya'ni to'g'rilashni. Buni bu yerga olib kelamiz va tepaga qaratamiz. Uzr. Xo'p. Ulandi. Endi runni bosamiz. Ishlayapti. Xo'p, ikkalasi ham ikkala uzib ulagichlar kimgadir qulay bo'lish uchun vkulchatlarimiz ulangan holatda bu yonyapti. Buni uzib ko'ramiz. Ishlayapti, chunki bittasidan yo unisidan yo bunisidan signal kelyapti. Bunisida ham. Agar ikkalasini ham uzsak, signal yo'q. Xo'p, bu yoki mantiqiy amal edi. Endigisi yo'q. Not gate, ya'ni emas, inkor mantiqiy amali. Bularni uzib turamiz. Bizga hozircha bular kerak emas. Uzoqroqqa olamiz. Endi nima qilamiz? Diodni bundan ajratamiz. Diodni to'g'ridan to'g'ri ulaymiz. Mana buni bu yoqqa, buni bu yoqqa. Va bizda ulandi. Xo'p. Endi qaraymiz. Yo'q. Hozir bitta nazariy o'ylab qarasak, buni yoqqan paytimizda sirkulyatsiya, ya'ni sistema zanjiri mana bu sourcedan, ya'niki manbadan kelib rezistordan o'tadi va ikkita yo'lni oldidan chiqadi. Biri diod. Diodning o'zini qarshiligi mavjud bo'lganligi uchun agar biz buni ochib qo'ysak, tok qarshilikdan emas, erkin tranzistordan o'tadi. Xo'p, nega desak, chunki diod elektr tokini iste'mol qiladi. Tranzistor juda ham kam miqdorda iste'mol qilgani uchun mana bu dioddan juda ham kichik miqdordagi tok kuchi o'tadi va bu yonmaydi. Buni amaliy ravishda rezistorlarni parallel ulaganda birini qarshiligi kattaroq qilib ko'rsa bo'ladi. Ya'ni bunda diodni rezistor sifatida olasiz va tranzistorni ham rezistor sifatida olasiz. Tranzistorni qarshiligi diodnikidan kichikroq qilib olsangiz, demak dioddan o'tayotgan current, ya'ni tok kuchi juda kichkinaligini sezasiz. Xo'p, endi buni amaliy ko'rsatamiz. Mana
Tranzistordan o'tyapti, ammo bundan emas. Endi o'lchab ko'ramiz. Dioddan o'tayotgan. Yozilyapti. LED deyilgan. Birinchi navbatda bu current, ya'ni tok kuchi. Tok kuchi bizda 67 picoamper. Picoamper hisoblab ko'rilganda bu juda kichkina tok kuchi. Endi bunikini hisoblasak, bunda nima? Milliamper o'sha. Milliamper picoamperdan ancha katta. Xo'p, multimetrni o'chirdik. Endi bizda keyingisi, xo'p, biz hozir not gate inkor amalini ko'rib chiqdik. Stop qilamiz. Buni uzamiz, buni ham uzamiz. Bitta run qilsak, keyin yana stop. Xo'p, endigisi AND gate, ya'ni va mantiqiy amali. Va mantiqiy amali o'z nomi bilan va birinchi tranzistor va ikkinchi tranzistor ikkalasi ham, ya'ni birinchisi ham ikkinchisi ham yoniq bo'lsin degani. Xo'p, bundan bitta nuqta ajratamiz. O'sha nuqtani pastga olib kelamiz. Qaytaramiz buni. Xo'p. Mana buni uzamiz. Buni bu yoqqa olib kelamiz. Xo'p, ikkita tranzistor ketma-ketlikda ulanadi. Bunda ikkalasi ham, ikkala включатель uzib ulagichlar yoqilgan paytda bu yerda sistema hosil bo'ladi. Zanjir ishga tushadi. Xo'p, ketma-ketlikda uladik. Run, ya'ni yugurish, ya'ni start berish degandek. Birinchisini yoqamiz, yonmadi. Ikkinchisini yoqamiz, yondi. Bu qanday bo'lyapti? Uzr. Tegib ketimman. Xo'p, interaktda bosamiz. Ya'ni komponentlarga zarar yetkazmagan holatda ko'rib chiqish uchun. Xo'p, manbadan chiqyapti. Birinchi yo'lak ochiq, ketyapti, qarayapti. Mana bu yo'lakda bizga yo'l bor. Ya'ni bu yoqdan minus kelib turibdi. Bu yoqdan plyusni ochib qo'ydik, yo'lak ochildi. Bu yerda yo'lak bo'ladi. Mana buni uzib qo'ygan taqdirimizda ham buni ulagan paytimizda ikkinchi yo'lak ochiladi. Bu qanday bo'lyapti? Bizda mana bu yo'lak ochiq, mana bu tranzistorning kirish qismida minus kelib turibdi. Bizda tayyor minus bor, buni ulagan paytimiz bu ishga tushadi. Ikkalasi ishga tushgan paytda mana bu yo'lakka minus keladi. Ikkinchi, ya'ni eng tepadagi tranzistorning kirish qismida yo'lak ochiq. Va bu va mantiqiy amali deyiladi. Xo'p. Endigisi yoki inkor va mantiqiy amalini bajardik. Endi va mantiqiy amalining inkorini ko'ramiz. Bu qanday bo'ladi? Buni olamiz. Va mantiqiy amali bilan yo'q mantiqiy amali ketma-ketlikda NAND gate, ya'ni va inkori mantiqiy amalini hosil qiladi. Bitta run qilib yuborsak, sistema ishga tushgan paytda LEDimiz o'chadi. Endi LEDni tranzistorlarga parallel ko'rinishda ulaymiz. Parallel ko'rinishda ulandi. Endi qaranglar, NAND gate'ning, ya'ni
va inkori amalining ikkala kirish qismida plus kelib turibdi, ya'ni bir signali kelyapti. Plusni bir signali deymiz mana bu yoniq holatini. Run ni qo'ysak, tranzistorlardan o'tadi, lekin dioddan emas. Agar birortasini uzib qo'ygan taqdirimizda bizda LED yonadi. Ya'ni bizga bir signali keladi. Bir signali LEDni uzib qo'ygan vaqtimizda qayerdan olamiz deganda, mana bu qismi bir signali bo'ladi. Chunki bu qismdan bizga plus kelib turadi. Boshqa kompleksroq mantiqiy amallarning kompleks holatini tuzgan vaqtimizda biz mana shu qismidan foydalanamiz. Ya'ni masalan ko'ramiz hozir. Xo'p, buni uzib turay. Buni ham uzib turay. Biz bu yerga AND gate, ya'ni va mantiqiy amalini bajardik. Va'ni NANDga aylantirish uchun mana bu qismdan foydalanyapmiz. Mana shu qismni chiqish desak bo'ldi, bizda NAND gate hosil bo'ladi. NAND gate'ni AND gate'ga aylantirsa bo'ladi. Chunki AND gate'dan chiqish ola olmaymiz. Shuning uchun bitta NOT gate'ni unga parallel tarzda ulaymiz. Bu qanday? Kuzatamiz. Xo'p, mana bunga biz bu safar o'zgartirish kiritamiz. 1000 ohm, ya'ni 1 kilo ohmga aylantiramiz. Shunda bizda mana bu yerda zanjir hosil bo'lmagan paytda bizda mana bu 1 kilo ohmdan kelayotgan signal bu tranzistorni ishlatadi. Endi qaraymiz. Ushbu tranzistorning mana bu qismidan bizga va signali keladi. Xo'p. Ushbu qismiga 1 kilo ohmlik rezistorni ulaymiz. Xuddi shunday diodni ham endi buni tabiiy ravishda bunga ulaymiz. Xo'p. Buni bunga ulaymiz. Bizda va mantiqiy amali hosil bo'ladi. Va mantiqiy amalining chiqish qismi, ya'ni output mana bu bo'ladi. Mana shu nuqtadan biz output olamiz. Ya'ni va mantiqiy amalining asosiy ko'rinishi NAND plus NOT gate ko'rinishida bo'ladi. Ko'pchilik va mantiqiy amalini mana buning o'zi bilan yasaydi va boshqa kompleksroq ko'rinishlarda ishlata olmaydi. Lekin va mantiqiy amalning asosiy ko'rinishi mana bunday bo'ladi. Avvalgi videolarda aytib o'tilganidek, barcha komponentlar, mantiqiy amallar NOT hamda NAND gate ustida quriladi. E'tibor berilgan bo'lsa, NOT ikkalasida ham NOT bor. NOT AND hamda NOT. Buning sababi ham mana shunda. Ya'ni mana bu qismdan foydalanganimiz uchun ham NAND hamda NOT gate'dan foydalaniladi. Chunki bu qismdan bizga doim inkor natija kelib chiqadi. Va xayriyatki, mana shu mantiqiy amaldan barcha mantiqiy amallarni hosil qilish mumkin. Buni ketma-ketlikda ko'rib chiqamiz. Buni uzamiz mayli. Xo'p. NAND gate'ni hosil qildik, OR gate'ni hosil qildik. NOR gate o'z nomi bilan NOT OR gate bo'ladi. Ya'ni OR gate'ning natijalarini chiqarib qo'yishni o'zi yetarli. Bu qanday bajariladi?
Mana bu qismni biz mana shu qismni biz olib tashlaymiz. Mana bu qismni olib tashlaymiz. Xo'p. Mana bu qismni ulab yuboramiz. Mana bu qismni ulaymiz. Endi qaraymiz. Bu ikkisini bir-biriga ulashimiz shart. Hamda mana bu qismni uzishimiz kerak. Chunki mana bu qism bizga kerak emas. Ya'ni bitta rezistorning o'zi yetarli. Mana shu ko'rinishi agar biz outputni chiqishni mana bu yerdan olgan holatimizda bu bizga NOR gate'ni beradi. Ya'ni not or gate. Xo'p, buni bir ko'rib chiqishimiz kerak. Bitta diodni yana qaytarib qo'yamiz. Aylantiramiz. Pastga qarash kerak bizga. Chunki high current, ya'ni baland current bu yoqdan kelyapti. Biz buni 0 ga ulaymiz. 0 ga ulandi. Endi startni bosamiz. Endi bizda nima bo'lyapti? Bittasi yongan paytda, ya'ni NOR gate qachon bir signali beradi, ikkalasi ham 0 bo'lgan paytda. Ikkalasi ham 0 bo'lgan paytda OR gate'dan 0 signali, uni inkori 1 signalga aylanadi. Mana buni ham biz o'chirsak, bizga 1 signalini berib turibdi. Birortasini yoqqan taqdirimizda bu o'chadi. Bu shunchaki oddiy. Endi uzamiz. Xo'p. NOR signalini ko'rdik. OR uchun inkori, inkorning o'zi, AND va uning uchun inkori. Bizda XOR gate eng qiziq qismiga yetib keldik. XOR gate qanday hosil qilinadi? Xo'p. XOR gate'ni NAND gate'lar asosida tuzib chiqish mumkin. Bu yerdan ko'ramiz. Circuit simulatordan yangi bo'lim ochamiz. Bizda NAND hamda NOT gate'lar bor. Endi XOR gate'dan bitta olamiz tekshirish uchun va 4 ta NAND gate. 1 2 3 4. Tayyor. NAND gate hamda NAND gate. Xo'p. Buni bunga ulaymiz. Buni bunga ulaymiz. Buni bunga ulaymiz. Buni bunga ulaymiz. Xo'p, buni bunga, buni esa bunga. Endi bu ikkisi bir xil vazifa bajaradimi, yo'qmi? Bajaradi, albatta. XOR ning o'zi uchun ikkita button, pastdagi XOR uchun yana ikkita button hamda bir ikkita chiroq. Birinchi chiroq bu uchun, ikkinchi chiroq bu uchun ikkita button. Xo'p, barchasini bir xilda belgilab olamiz. Chunki multiga qo'yib barchasini aylantiramiz. Endi single alohidaga qaytaramiz. Xo'sh. Birinchi, ikkinchi. Birinchi va ikkinchi. Hamda chiroqlar, ya'ni outputlar ulanadi. Endi bizda natijani ko'ramiz. Faqat touch, ya'ni teginishga qo'yamiz. Birortasi yongan paytda
Bizga natijani 1 qilib beryapti. Xo'p, demak biz adashdik. Chunki biz ikkitasini birdaniga bosa olmaymiz. Buni delete, ya'ni o'chirib yuboramiz. Bizga switchlar kerak edi. 2, 3, 4. Xo'p. Multi, ya'ni bir nechta tanlash. Endi rotate, aylantirish. Aylantirdik. Xo'p. Ulab qo'yamiz. Buni ham ulaymiz, buni ham ulaymiz. Tamom. Endi tekshiramiz touch uchun. Bittasini yoqdik, ikkinchisini yoqsak o'chadi. Albatta. Chunki bu XOR gate faqatgina bittasi yoniq bo'lgan vaqtda degani. Birortasi emas, faqatgina bittasi. Ya'ni bu toqni aniqlashda kerak bo'ladi. Ikkinchisini bosamiz, xuddi shu vazifani bajaryapti. Xo'p, xuddi shu tizimni biz keyin amaliy ko'rinishga olib kiramiz. Ketdik. Ushbu ko'rinishga olib kiramiz. Buning uchun mana bularni uzib tashlaymiz. Bizga hozir bular kerak emas. Bizga 4 ta NAND gate kerak bo'ladi. 4 ta NAND gate hisoblash uchun ancha oson. To'rtta NAND gate, 4 ko'paytirilgan 2, 8 ta NPN tranzistor. Bizda ikkita bor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta tranzistor olamiz. Hamda bizda ikkita rezistor bor. Shuning uchun xo'p, yana ikkita rezistor olamiz. Oldik. Birinchi rezistorni olamiz, tepaga ko'taramiz, bu yoqqa qo'yamiz. Ikkinchi rezistorni olamiz, tepaga ko'taramiz, bu yoqqa qo'yamiz. Keyin kerak bo'ladi. Ushbu tranzistorlarni ham xuddi shunday. Rezistor hozir xalaqit beryapti. Tranzistorlarni ketma-ketlikda yaqinroq qilamiz iloji boricha. Xo'sh. Va so'nggisi uzoqroq sal. Xo'p, ulandi. Rezistorlarni ulab chiqamiz. Yaqinlashtirib sal. Ketma-ketlikda barchasini ulaymiz. Xo'p. 1, 2. Bundan bitta olib 3. Bundan bitta olib 4. Xo'p, bizda hosil bo'ldi. Endi natijani barchasi NAND gate bo'lgani uchun bu yerga qo'yamiz. Ya'ni oxirgi natija bu yerda. Bu doim minusga ulangan bo'ladi. Natijalarni bir-biriga ulaymiz. Xo'p. Bizda hozircha bir signalni berib turibdi, chunki biz sistemani to'liq ulaganimiz yo'q. Sistemani qanday qilib to'liq ulaymiz? Esingizda bo'lsa, birinchi NAND gate'ning natijasi keyingi ikkita NAND gate'larning bittadan kirishiga to'g'ri kelardi. 2, 3. Ya'ni bu hamda bunga uladik. Birinchi va ikkinchining yo'lakning tranzistorlariga uladik.
Endi pastdagi ikkita kirishlarni nima qildik? Asosiy kirishlarga ulanuvdi. Birinchi qaytaramiz. Ozgina qaytaramiz. Qaytdi. Xo'p. Ikkinchi buni qaytaramiz. Aniqrog'i bizda sistema buzilib qolmasligi uchun endi bizda ikkita yo'lakning natijalari qolyapti. Ikkita yo'lakning natijasi oxirgi yo'lakning kirish qismlariga ulanadi. Ushbu yo'lakni sal ko'taramiz. Va bizda natija XOR gate. Tekshiramiz. Interact ya'ni touch. Faqat teginishga o'tamiz. Ya'ni buni bosamiz, yondi. Ikkinchisini bossak o'chishi kerak edi. Endi savol uyg'onadi. Qaysi yo'lak ishlamayapti? Bizda nimaga bunday holat yuz berdi? Buning asosiy sababi xo'p, ikkalasi ulangan vaqtda o'chishi kerak edi. Ikkalasi ulangan vaqtda o'chishi kerak edi. Muammoni rezistorlarni tanlash ustiga to'nkaymiz. Nima qilamiz boshqa? Ya'ni connectni bosamiz. Xo'p. Rezistorlarni qarshiligini oshirib chiqamiz. Ya'ni 10 kilo ohmga. Chunki bu juda katta ahamiyat kasb etadi. Shuni ham o'zgartiramiz. Stop. Endi run qilamiz. Endi sinaymiz. Xo'p, interaktda birinchisini yoqdik. Ikkinchisini yoqsak o'chdi. Bu ajoyib. Oxirgi yo'lakni biz o'zgartirishimiz kerak emas edi. Chunki ko'rib turibmiz, bu yerda juda murakkab qism yo'q. Shuning uchun buni 1 kilo ohm holatida qoldiramiz. Stop. Yana yoqamiz. Bittasini o'chiramiz, uzamiz. Oson bo'lishi interaktdan foydalanamiz. Mana birini yoqdik. Bir signali keldi, bir signal qaytardi. 1-0 signalini, 1-1 signaliga 0 signal qaytaradi. 0-0 ga 0 signali. Ya'ni qachonki faqatgina bittasi yoniq bo'lganda bir signalni qaytaryapti. Demak, bu bizda XOR gate deyiladi. XOR gate ni biz qayerlarda foydalansak bo'ladi? Uyimizning chiroqlariga, erinchoqlar uchun bu albatta. Misol uchun eshikdan kirish qismiga bitta inputni va siz o'zingizni divaningizni yon qismiga ikkinchi input, ya'ni kirish qismini включателini ulaysiz. Shunda nima bo'ladi? Eshikdan kirganingizda svet o'chiq. Eshikning oldidagi svetni yoqasiz. Xonangizni, ishingizni bajarib bo'lib, divaningizga borib uxlayman degan paytingizda yoningizdagi включателni bosgan paytingiz eshik oldidagidan ham, yoningizdagi включателdan ham bir signal kelgan vaqtda svet o'chadi. Bu nima degani? Siz chiquvchi outputni nima natija berishini xoh eshik oldidagi включателdan, xoh divaningiz yonidagi включателdan boshqara olasiz. Bu mantiqiy amallarning qanchalik kompleks bo'lib murakkablashib borayotgan paytdagi qulayliklari, ya'ni bizga ko'zga ko'rinadigan natijalari desak ham bo'ladi. Endi nimaga biz faqat NPN tranzistordan foydalanyapmiz?
NPN tranzistorlarini PNP tranzistorlari bilan foydalansak bo'ladi. Ikkalasini birgalikda. Xo'p. Endi NPN va PNP tranzistorlar mavzudan chetga chiqadi albatta. Xo'p. DC ulaymiz. LED, ikkita LED kerak. Ikkita tranzistor kerak. NPN dan bitta kerak. Ground, ya'ni yerdan bitta kerak. Xo'p, switch. Bitta switch olamiz. Rezistor kerak emas ekan. Bizda hamda PNP tranzistor qolyapti. Bulardan qanday foydalansak bo'ladi? Bulardan oddiy switch ko'rinishida foydalansak bo'ladi. Qanday deganda bir-biridan uzoqlashtiramiz va buni bu yoqqa, bu yoqqa Xo'sh. Bunga plus keladi. Bizda nimalar ma'lum? Bunga kirish qismi faqat minus bo'lish kerak. Demak, biz mana buni doim ulangan qoldiramiz. Ko'rinib turibdiki, mana buni uzamiz va bu yerga biz o'zimizning diodimizni joylashtiramiz. Aylantiramiz, bu yoqqa ulab qo'yamiz. Ulaymiz, qaytaramiz. Xo'sh. Ushbu diod bu tranzistor uchun, endi bu tranzistor uchun yana bitta diodni ulaymiz. Bu ikkisining kirishlarini bir-biriga ulab qo'yamiz. Xo'p, manbani olib keldik. High, ya'ni yuqori qismini tepaga qaratamiz. Yerga ulaymiz. Rezistorlar kerak. Nimaga kerak emas? Tepaga qaratamiz. Xo'sh. Mana bu qismidan ajratishimiz kerak, chunki buni rezistori yerga qarash kerak edi. Buni ochamiz. Xo'p, buni bu yerga olib kelib qo'yamiz. Bo'ldi. Xo'sh, buni tepaga, ya'ni diod yo'q joyga va bizda so'nggi diod bu yerga olib kelinadi. Xo'p, buni rotate qilamiz. Yana rotate qilamiz. Pastga qaraguncha. Endi ulab chiqamiz. Ulandi. Bu nima bo'ladi? Ya'ni mana buni, ya'ni ushbu включательni ulagan paytimda ikkita tranzistorni kirish qismlari, baselari ulanadi. Ulangan paytda nima bo'ladi? Biridan minus keladi, biridan plus keladi. Yoki biridan minus qabul qilinadi, biridan plus qabul qilinadi. Boshqacharoq qilib tushuntirganda, PNP tranzistori, ya'ni PNP tranzistori o'zidan musbat zaryadni chiqaradi. NPN tranzistori musbat zaryadni qabul qiladi. Agar biz buni bir-biriga ulab qo'ygan taqdirimizda sistema ishlab ketadi. Xo'p, bizda rezistor xato ketibdi. Xo'sh. Endi to'g'ri bo'ldi. Menimcha buni bu yoqqa qaytaramiz. Buni yo'q. Bo'ldi.
Aha, qaytardik. Endi buni o'ylaymiz. Bizda ikkala diod ham yonish kerak. Yondi. Bu xuddi shunday ishlaydi. Ya'ni biz nima qildik? Mana bu PNP tranzistori. Musbat zaryad kelishini ochib qo'ydik va undan musbat zaryad chiqishi uchun NPN tranzistorini ochiq quvvati mana bu rezistor orqali keladi. Ushbu rezistor orqali kelayotgan quvvat minus zaryadi, ya'ni o'ziga plyusni qabul qiladi. Uni mana bu kirish qismidan qabul qiladi. Kirish qismiga bu yerdan kelyapti. Tamom. Bu tranzistorlarning, ya'ni BJT tranzistorlarning, bipolar junction tranzistorlarning asosiy xususiyati. Xo'p, bizda barchasi aniq va ravshan bo'ldi. Agar XOR gate'ni yasadik, XOR gate'ni XNOR gate'ini yasamoqchi bo'lsak, mana bu yerga yana bitta yo'lak qoldirib, NOT gate'ni alohida qatorga ulab qo'yamiz va natijasi XNOR gate'ni beradi. Barchasi shulardan iborat edi. Rahmat.